Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi proyektimizda yangi proyekt boshladik. Bu qanaqa proyekt? Bizni sotuv bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, sotuv bo'limlari to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, qayerda xato qilyapti, hamma xatolarni analiz qilib, birgalikda videoni so'ngida qo'ng'iroqqa razbor qilamiz va xatolardan o'rnak qilib, o'zimizni ham sotuv bo'limida shunday xatolik qilmaslikka harakat qilamiz. Qani endi unda boshlaymiz. Hozirgi vaqtda juda ham katta bitoy texnika sotadigan do'konga qo'ng'iroq qilamiz. Qaysi do'konligini biz ma'lumotini bermaymiz, ko'ramiz qanaqa bizga mahsulot sotishadi. Xizmat sifatini yaxshilash maqsadida sizning suhbatingiz yozib olinadi. Operator javobini kuting. Для улучшения качества сервиса ваш звонок записан. Two hours later. Ko'rishingiz mumkin, bizning korxonamizda soat mana 18:00 bo'libdi. Shu vaqtga kelib bizning qo'ng'irog'imizga почти 10 daqiqa javob berishmadi va bu juda ham katta minus. Nimaga? Klient yo'qotishdi bo'ldi. Men boshqa korxonaga qo'ng'iroq qilaman. Sotuv bo'limida shunaqa holatga umuman yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Вас приветствует компания. Iltimos, aloqada qoling. Tez orada sizga ideal mutaxassisimiz javob beradi. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Наш идеальный специалист ответит вам в ближайшее время. Zo'r, молодцы. Men yaxshi baholayman. Juda ham kreativ yo'l topishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Rahmat. Aka, menga konteyner kerak edi. Aha. Xonamga qo'ymoqchi edim. Shunga nima, qanaqa tavsiya qilasiz? Xo'p, hozirda bizda akajon bo'lmasa Citroen konteynerlarini tavsiya qilib o'tishim mumkin sizga. Citroen konteynerlarimiz bor. Bu konteynerlarimiz yaxshi brend hisoblanadi, ya'ni sifatli bo'ladi, ishlashlari ham, kachoralari ham va undan tashqari ishlab chiqaruvchi tomonidan ham bu mahsulotimizga 5 yil garantiya berib o'tiladi. Zo'r. Nima? Nechtaligi nomaqsiz akajon? Men endi unaqa bilmayman. Shunga nima tavsiya qilasiz? Xo'p, bizda Citroen modellarining ya'ni 12 taligi bor, 18 taligi bor, 24 taligi bor. Misol uchun har bitta modelimizning soni, ya'ni har bitta xonani, ya'ni kvadrat metrga qarabdi. Misol uchun 12 taliklari 36 kvadrat metrgacha sovutib bera oladi. 36 kvadrat metrgacha 12 talik sovutib beradi. Xuddi shunday. Ha. Meni xonam 8 ga shu 5 da. Aha. Shunda unda sizga akajon bo'lmasa 18 taliklarni ham tavsiya qilib o'tishim mumkin. 18 taliklari bemalol akajon quvvat yetadi, ya'ni 50 kvadrat metrgacha sovutib bera oladi. 50 kvadrat metrgacha sovutib bera oladi. Aha, xuddi shunday. Zo'r. Bu mahsulotimizni naqdga oladigan bo'lsangiz 7 million 690 ming so'mga qo'yib o'tilgan. Muddatiy to'lovga, ya'ni xarid qiladigan bo'lsangiz hozirda bizda bozor narxida aksiyamiz bo'lib o'tyapti. Ya'ni mahsulotni foiz o'stamalasiz 6 oylik muddatiy to'lovga xarid qilib o'tsangiz bo'ladi akajon. Shunday mahsulotni foiz o'stamalasiz narxini, ya'ni bozor narxida oladigan bo'lsangiz 6 oyga sizga oyma-oy 1 million 281 ming 667 so'mdan to'g'ri keladi. Umumiy summasi bo'lsa xuddi o'sha bo'lib qoladi, ya'ni 7 million 690 ming so'm. Ha. Yaxshi, zo'r. Men rassrochkaga emas, naqdga olmoqchi edim. Aha. Xo'p, endi to'g'risini aytaman, ozgina qimmat ekan. Mayli, bitta o'ylab ko'rsam maylimi? Bo'ldi akajon, xohlasangiz 12 taliklari ham bor bizda. 12 taliklari akajon 4 million 990 ming so'mga bor. 4 million, ya'ni 4 million 990 ming so'mga bor. Va undan tashqari 3 million 999 ming so'mga bor. Yo, endi 12 talik xonamga to'g'ri kelmaydi dedingiz-ku, to'g'rimi? Ha, ya'ni siz 8 ga 5 bo'ladigan bo'lsa 40 kvadrat metrli bo'ladi, akajon xonangiz. O'shanga Ya'ni bular aytib o'tganimda, ya'ni Citroen, ya'ni yaxshi modelimizda buni o'zi ham misol uchun qolgan konteynerlarga qaraganda xonani ko'proq muzlatib beradi-da. Misol uchun 36 kvadrat metr bu konteynerni sovutib berishi. Arktik bo'ladigan bo'lsa 3 million 999 ming so'm degani buniki 30 kvadrat metr akajon. Ya'ni 30 kvadrat metrgacha mo'ljallangan. Citroen o'zi 12 taligi 5 million 490 ming so'm ekan. Yo'q, mayli, endi 12 talik to'g'ri kelmasa, endi uni olmayman-ku xonam. To'g'ri. Bo'ldi, aka, qimmatroq ekan, ozgina o'sha 18 talik olaman. Endi sizlarda qimmatroq ekan. Rahmat. Mayli, bitta o'ylab ko'ring. Bo'ladi akajon, Toshkentdan aloqa chiqotdingiz-a? Ha, aka, Toshkentdan. Bo'ladi akajon, yana savollaringiz bormi? Yo'q, savollarim yo'q, rahmat kattakon. Siz haqimda aka o'zi qayerda ko'rib o'tdingiz? Telegram, Instagram?
Yo'q, men o'zi bilaman sizlarni. Bo'ldi, xo'p bo'ladi akajon. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, qo'ng'iroq to'g'risida bahoyalansizlar ham berib o'tasizlar. Men ham berib o'taman. Xo'p, birinchidan oxirgi qilgan ishligi menga yoqdi. Ya'ni CRM uchun, marketing uchun nomeri qayerdan oldingiz. Bu narsa ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Ko'pchilik sotuv bo'limlarida yo'q, lekin bu eng zo'r ishlaydigan narsa. Nimaga? Lead qayerdan kelyapti? Qaysi lead sifatli, qaysi lead sifatsiz bilish uchun bu narsani sizlar ham CRMda ishlatinglar bu narsani. Ko'p sotuv bo'limlari ishlatmaydi, sizlarga ham tavsiya qilaman. Xo'p, birinchi bo'lib salomlashuv. Salomlashuvda o'zlarini tanishtirmadilar, meni ismimni so'ramadilar va menga ismim bilan murojaat qilmadilar. Qanaqadir akajon deb murojaat qildilar. Bu yaxshi, lekin bir xil holatlarda bir xil mijozlarga bu narsa yoqmaydi. Shuning uchun birinchi bo'lib hurmatli mijoz deb turib, meni shaxsiy fikrim, ikkinchisida ismini murojaat deb bilib olib, ismi bilan murojaat qilish yaxshi deb bilaman. Bunga men bir baho qo'yaman, 1 dan 3 gacha bo'lgan balloy sistema. Ikkinchisi, meni ehtiyojimni aniqlashtirish umuman bo'lmadi. Bo'ldi, qachonki o'zlari birinchi bo'lib etap qilmayaptilar. Birinchi bo'lib mijozni e'tirozi aynan mahsulot bo'yicha menga mahsulot taklif qilib ketyaptilar-da. Keyin menga nima kerakligini mendan orada so'rab qo'yaptilar. Nima qilish kerak emas. Birinchi shoshmaslik kerak. Batafsil nima kerakligini mijozga bilib olish kerak. Mijoz shoshilayotgan mijoz bo'lsa ham, shoshilayotgan mijozga ham 2-3 ta kontr savollar bersa, u javob beradi, chunki mahsulot olmoqchi. O'shaqa paytda ham shoshilmasdan bemalol mijozni eng birinchi bo'lib ehtiyojini aniqlashtirib olish kerak. Ehtiyojiga qarab narsani taklif qilish kerak. Menga 12 talik, 9 talik taklif qilib ko'rdilar, o'qib ko'rdilar, bu qilib ko'rdilar, lekin men o'zim qanaqa model xohlayapman, meni xohlamim o'lchami qanaqa, uni so'ramadilar. Shuning uchun men bunga ham bir baho beraman. Prezentatsiya jarayonida ham shoshdilar. Boya aytganimdek, mijozni ehtiyojini aniqlashtirmaganligi sababli, shoshganliklari sababli menga yaxshi prezentatsiya qila olmadilar deb o'ylayman va bunga ham men bir baho beraman. Va uchinchisi, meni aynan e'tirozim bilan ishlatishga harakat qildilar, lekin ishlamadilar. Menga yechimni kichkina konditsionerda beryaptilar. Yo, yechim bunaqa emas. Men qayerda ko'rdim arzonda. Men bozorda arzon ko'rgan bo'lsam, men balkim siz servis bo'yicha meni yutishingiz mumkin-da. Misol uchun o'sha paytda biz mahsulotimizga 1 yil garantiya beramiz, to'g'ri bozor bilan farq qilishi mumkin deb, men bilan servis bo'yicha sizlar katta korxonasizlar va rastochka muddatli to'lov mayli. Endi servis bo'yicha yutib ketish va ko'p qulayliklarni yetib, yutib ketishga harakat qilib ko'rishingiz kerak deb o'ylardim. Endi menimcha bundan keyin balkim qilarsiz, balkim videoni ko'rmaysiz ham. Bunaqa ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men umumiy suhbatga 1 dan 5 gacha bo'lgan suhbatimizga 2 baho bergan bo'lardim. Menga muomalalari yoqdi, to'g'risi. Shirin so'z, bir xil emotsionalniy goloslar bo'ladi, do'shlar bo'ladi. Esiz раздражение bo'ladi. Gaplashgingiz kelmaydi bunaqa odamlar bilan. Bularning do'shlari menga juda ham yoqdi. Shirin do'shliklari uchun odam bilan gaplashsa istarali deydi-ku. O'shanaqa bo'ldi. Menga faqat texnika prodajalardan foydalansangiz, men sizga 100% aytaman, savdoyingiz hozirgidan ancha baland bo'ladi. 100%. Fikringizni qoldiringlar kommentariyada. To'g'ri bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa ham qoldiringlar. Bizga bu juda ham muhim. Meni xatoyim bo'lsa, uni ham aytib ketinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.